Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizda jamiyat a'zoligiga qabul qilinganlar kelib bemalol kitoblardan ham foydalanishi mumkin. Ko'zi ojizlar jamiyati Ko'zi ojizlar kutubxonasi bilan birgalikda faoliyat olib boradi. Siz bu yerdan o'zingiz xohlagan badiiy adabiyotlarni Braille va bosma harflarda topishingiz mumkin. Mana bu yerda Braille alifbosi, bosma adabiyotlar hamda audio disketlarimiz, bir safda jurnallari ham mavjud. Xohlasangiz lotin yozuvdagi badiiy adabiyotlar deysizmi, kiril yozuvdagi badiiy adabiyotlar, qoraqalpoq tilidagi badiiy adabiyotlar hamda rus tilidagi badiiy adabiyotlarni kutubxonamizdan topishingiz mumkin. Bu yerda Braille alifbosidagi badiiy adabiyotlar to'plami joylangan. Bemalol kelib kutubxonadan foydalanishingiz mumkin. Mana bu yerda ham kitoblarimiz mavjud. Braille alifbosidagi. Mana bu yerda bir safda jurnallari, bu yerda audio disketlar mavjud. Bularning barchasi ko'zi ojizlar uchun yaratilgan sharoitlar hisoblanadi. Agarda siz Braille yozuvida o'qishni bilmasangiz, bemalol kelib audio disketlarni olishingiz hamda ulardan foydalanishingiz mumkin. Bu yerda bir safda jurnalining sonlari, bu yerdan ham foydalanishingiz, olib o'qishingiz mumkin.